bu hayotda hamma narsani o'zini qonun qoidasi bor. Misol uchun, o'zingiz mashinangizda ko'chaga chiqing. Ko'chani o'zini qonun qoidasi bor. Siz o'sha qonun qoidaga ko'ra yurishingiz kerak. Ishga borsangiz, misol uchun aytaylik, qaysidir tashkilotda ishlasangiz, o'sha tashkilotga borasiz. O'sha tashkilotda o'zini qonun qoidasi bor. Demak, nimadan xulosa qilamiz? Har bir narsani o'zini qonun qoidasi bor. Nima uchun hayotni qonun qoidasi bo'lmasligi kerak ekan? Namoz o'qimaysiz, to'g'rimi? Misol uchun siz nimaga yaratilgansiz? O'zingizga savol bering. Erta bilan turib, nonushta qilishingiz va ishga borishingiz, obed qilishingiz, obeddan keyin yana ishga borishingiz, keyin kechga uyga qaytasiz, kechki ovqat yeysiz, yotasiz, dam olasiz, erta bilan yana shunaqa hayot. Aslida yuqorida aytganimdek, hamma narsaning o'zining qonun qoidasi bor. Bu hayotga kelganlarga inson o'ziga bitta savol berish kerak. Men nima uchun yaratildim? Birodar, ishga borishingiz, ovqat yeyishingiz, boshqasi bu kundalik bo'ladigan ishlar, lekin asosiy so'raladigan kun hali oldinda. Misol uchun siz bir tashkilotda ishlasangiz, shu oyda boshidan sizdan hisobot so'ramaydi. Oyda oxiriga borgan vaqtingiz sizdan hisobot so'raladi. Qaysi tashkilotda so'ralmaydi? Hamma tashkilotda so'raladi. Umuman tashkilot misolida olyapman-da, hayotda ham xuddi shunaqa. O'ylamang, tong otyapti, kun botyapti-ku, yashayapmiz-da degan gapni ko'pchilik gapiradi. Yo'q, so'rog'i bor buni. Bugun bozorga kelib chiqqandim. Endi bozordan qaytyapman, ikkita bola gaplashib kelyapti. Futbol haqida gaplashyapti. Endi o'sha bir komandani aytdi-da, shu o'ynaydigan futbolchilarni har bittasini o'sha taniydi ekan bo'yab. Bu bunday o'ynadi, bu bunaqa o'ynadi. Endi futbolchilarning ismigacha aytib beryapti-da, keyin men to'xtatdim bo'ya ikkita bolani. Endi yoshroq bola, endi taxminan 16-17 yoshlar, taxminan shunaqa 18 yoshlar atrofidagi bolalar. Keyin aytdim, ukalar dedim, futbol haqida ko'p narsani bilasizlarmi dedim. Ha, taniqli komandalarni deyarli hammasini bilamiz dedim. Keyin men savol berdim. Payg'ambarimiz qachon tug'ilgan dedim. Ishonmaysiz, boyagi ikkita bola mashinada rushnoy tortiladi-yu, o'shanaqa tortilib qoldi ikkita bola. Bir og'iz gap gapira olmadi. Endi boya futbolchilarning har bittasini ism gapirib, o'ynayotgan shu pozitsiyasigacha gapirib turgan bola birdan o'shdida, bugungi bo'lgan voqeani tagida juda katta ma'no bor. Men o'sha savolni berganimga o'zim xijolat bo'lib qoldim, to'g'risi. Bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Dastavval bolalarga o'rgatishdan oldin o'zimiz o'rganishimiz kerak. Bir mana shu gapimni eshitayotgan inson o'ziga bitta savol bersin. Oxirgi marta qachon payg'ambarimizning hayot haqidagi bir hikoyani yoki bir kitobda yoki bir ko'rsatuvda yoki bir narsani ko'rgan? Agar payg'ambarimizning hayotini toki o'sha tug'ilish davridan boshlab so'nggi kunigacha bo'lgan o'sha hayot tarzini agar kimdir aytaylik kino tarzida yoki o'qib chiqadigan bo'lsa, ishoning, hayoti 360 gradus o'zgarib ketadi. Eng avvalo nima uchun yashayotganligini anglab yetadi.